Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana bitta kanalimizda pul ishlashimizni uladik mana. AdSense'larda muammolari bor edi. Mana 6-may. Bir kunda hal bo'ldi, qizig'i bor. Men shunga hayron qolaman-da, masalan, ayrim kanallar bir kunda hal bo'ladi, ayrimlari masalan bir oyda hal bo'ladi. Ayrimlari vobshe hal bo'lmaydi ham. Shunaqa kanallar bor. Yillab ham cho'zilib ketadi. Bu kanalimiz, xudoga shukr, mana bir kunda hal bo'ldi. Qizig'i, vobshe qiziq bo'ldi. Qo'yib beray sizlarga YouTube buni. Xullas, apellyatsiyaga berdim buni men. Kimning nomidan berdim? Bu akani qarindoshlarim nomidan berdim. Chunki bu akani o'zlarining AdSense'lari bor edi, bilasizlar, YouTube qoidasi bo'yicha bitta odam ikkita AdSense ocha olmaydi. Lekin bu akaga ikkita AdSense ochib berdim. Ikkinchisini qarindoshlarim nomiga ochib berdim. Xullas, maytda mana apellyatsiya bo'ldi. Xullas, mana tabriklayapti meni. Xo'p, nimadirlar deyapti xullas. Men ham bilasizlar do'stlar, inglizini yorolmayman. Shuning uchun Google Translate'dan foydalanaman. Yaxshi xabar, sizning AdSense'ingiz ma'qullandi. Endi siz pul ishlay olasiz. Mo'ljallangan shunaqa. Murojaat mana iltimos nima degan? Bundan tashqari qisqa so'rovnoma vaqt ajratib bo'larmidingiz? Quyidagi Xo'p, xullas. Ularda ham sabrdaman, sabrt yozgan xatlarimiz. Sabrt ham aytayapti bizga bir paddeshka qilib yuboring deyapti. Uni paddeshka qilib yuboramiz mana sabrtni ham. Chunki ana bola zo'r ekan mana xayli bittada hal qilib berdi. Thanks for helping. Muammomiz hal bo'ldi. Rahmat sizga. Xo'p, AdSense'ga unga ham rahmat deb qo'yik. Xo'p. Ana yo'qolib qoldi. Thank you very much. I am very happy. Thanks deb qo'ying. Bo'ldi do'stlar, ishimizni hal qilib berdi. Mana shunaqa sekin-sekin. Do'stlar, hozir ko'p kanal olmayapman, to'g'risi. Chunki o'zim asosan YouTube'ga video qo'yapman. Chunki ko'p kanal olmayapman, kam kanallar bor. AdSense'imiz bor, biragida mana u to'g'rilangan bo'lishi kerak. Men to'g'rilab berishdi. Sabrdan tushunmadim shunga. Bir qarasangiz nima desa bo'ladi. Sirazi hal qilib beradi, bir qarasangiz vobshe cho'zib tashlaydi. Bu kanalimiz ham hal bo'lib qoldi, yaxshi. Chunki bu akani pulini ishlatib yubordim-da men. Akani pulini ishlatib yubordim, men ishlarini hal qilib berdim, yaxshi bo'ldi. Qarzimdan qutuldim mana. Chunki bu aka bizda oldin bitta kanallarni hal qilib berganman. Nodirbek akani, yana bitta kanallarni hal qilib berganman. U kanallari hozirda pul ishlaydi-da. Bu ikkinchi kanallari bu. Hobbi sifatida ular ham ochadilar mana. Lekin bitta strike yebdi kanallari. Qani? Kimdan ketadi? 12 kunda tugar ekan o'sh. Copyright Society nima degan? O'zbekiston. UzAvtor. Botir Qodirov kim bo'ldim? Xo'p. 12 kundan keyin qolib ketadi, xudo xolasa. Xullas, o'zi yordam kerak, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerim bilasizlar, 99 791 32 32. Faqat SMS lekin do'stlar. Telegramni yozsanglar yaxshi. Video kommentariyasi bilasizlar. Telegram manzilim bor. Bu videoni qaysi kanalimga yuklasam ekan? Bitta kanal ochib olganman. Hamma kanal problemasi borda, qaranglar mana pastda hammasini problemasi bor. Maytda ham bor qizig'i mana. Sekin bitta hal qilyapman-da. Shunaqa do'stlar. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'ling.